Hazrat insonlar, biz yurtimizning, O'zbekistonimizning Buyuk Ipak yo'lining, qolaversa Samarqandimizning navbatdagi nurli manzillaridan birida turibmiz. Mirzo Ulug'bek razvedxonasi. Qisqacha tarix haqida aytib o'taman. Mirzo Ulug'bek Samarqand hukmdori Amir Temurning nabirasi. 14-15 asrlarda Samarqand hukmdori bo'lgan va uni hukmronligi yillarida ushbu jahon astronomiya markazlaridan biri qurilgan. Rasadxona 1424-1429 yillar 5 yil davomida qurib bitkazilgan. U Mirzo Ulug'bek jamoasida Qozizoda Rumiy, Ali Qushchi, G'iyosiddin Jamshid Koshiy kabi o'z davrining yetuk astronomiya olimlari qatnashgan. Mana bu ko'rib turganlaring o'sha rasadxonaning asosiy asbobi sekstant hisoblanadi. Bu uzunligi 40 metr bo'lgan. Sekstant yordamida Quyosh, oy, sayyoralar, yulduzlarning aniq harakatlari kuzatilgan. Bugungi kunda bu yerda muzey tashkil qilingan. Mahalliy sayohatchilar uchun, xalqaro sayohatchilar, chet ellik sayohatchilar uchun kelib tarixini o'rganishingiz mumkin. Joylashuvi bu Samarqand shimoliy qismida joylashgan. Obrahmat arig'i tepasida, eng baland nuqta Cho'ponota tepaligida. Toshkentdan Samarqandga kirib kelishda Galosiya non bozori shundaqani yonginasida joylashgan. 1900 ya'ni 19-asrning boshlarida, ya'ni aniqrog'i oxirroqda Rus arxeologik ekspeditsiya jamoasi Vyatkin boshchiligida ushbu rasadxonani izlab topishgan va yangitdan kashf etgan. Marhamat, lokatsiya M37 trassasi, Samarqand shahriga kirish, Galosiya non bozori, Mirzo Ulug'bek rasadxonasi. Bu yerda kaftdek Samarqand shahri ko'rinib turadi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.